Bir odamning men yaxshi odam yoki men mard, saxiy odam deganligi u odamning cho'qim yaxshi, mard yoki saxiy odam ekanligini bildirmaydi. Chunki bu bir gap, bir da'vo. Bu odamning gapining rost qalbidan chiqqan gapmi yoki og'zining uchida deyilgan gapmi, buni bilish uchun u odamning degan gapiga ko'rsatgan daliliga, isbotiga qaraymiz. Shuningga o'xshash biz Alloh bor deydi ekanmiz, cho'qim bu gap bizning qalbimizdan chiqishi kerak. Qalbimizdan chiqishi uchun bizning qalbimiz qanoat tepishi kerak. Qanoat tepishi uchun cho'qim biz dalilga ega bo'lishimiz kerak. Jamiyatimizda hamma odam Allohning borligiga ishonadi. Ammo bularning ko'p qismi Allohga taqlidiy holda ishonadi. Ya'ni kichkidan boshlab ota-onasi Alloh bor deb o'rgatganligi uchun yoki Alloh bor deb e'tiqod qilgan jamiyatda o'sib cho'ng'ollik uchun ishonadi. Xatarligi ba'zi odamlar qo'rqib Alloh bor deb ishonadi. Ya'ni jamiyatdan, atrofidagi kishilardan qo'rqib Alloh bor deb e'tiqod qiladi. Biz buni taqlidiy iymon deb ataymiz. Taqlidiy iymon xuddi yiltisiz daraxtga o'xshash asosi nihoyat ojiz bo'lib, oddiy savollar oldida mat bo'ladi va dinsizlik tashviqotlarining ta'siriga nihoyat osonli uchrab, iymonida tarvab qiladi. Shuning uchun biz oldindan musulmon bo'lganligimiz uchun Allohga ishondikmi yoki Allohga ishonganligimiz uchun musulmon bo'ldikmi, buni ayirib olishimiz kerak. Aslida biz aqliy jihatdan Allohning, ya'ni bir yaratquchining borligiga hamma yerdan dalil topa olamiz. Lekin biz kunib ketdik. Atrofimiz qarab tafakkur qilmaydigan bo'lib ketdik. Agar biz hamma narsalarga yengida paydo bo'lgan, biz yengida tug'ilib, uni tunji ko'rgan nazarimiz bilan qaraydigan bo'lsak, hamma mavjudotlarda Allohning, ya'ni bir yaratquchining borligining alomatlarini ko'ra olamiz. Masalan, ko'zimiz qarab boqaylik. Nihoyat nozik, lo'mlim go'sht yuz qismimizda tushukning ichiga qo'g'dildigan holatda o'rinlashtirilgan va yod jismlarning kirib ketmasligi uchun ko'rishga ta'sir etmaydigan darajada inchik shaklda kirpik tuklari o'rinlashtirilgan va ko'zimizning rang pardasi har bir odamning kimligi. Dunyodagi insonning ko'zining rang pardalari birsi-birsiga o'xshamaydi va ko'zimizning rang pardasi 8000 xil rangni farqlantira oladi. Suv 0 dan 4 gradusda muzlaydi, ammo ko'zimizning suyuqligi muzlamaydi. Agar ko'zimizning suyuqligi muzlagan bo'lsa edi, qahrdan sovuq joylarda yashaydigan kishilarning ko'zlari muzlab, ko'zlarini ocholmas edi. Quloqimiz normalda 20 dan 20 Hzgacha ovozni bemalol anglay oladi. Agar 20 Hzdan tuvan ovozlarni anglay olgan bo'lsa, atrofimizdagi pasha chivillarning uchishgan ovozlaridan tortib, yiroqdagi ovoz tevishlari, pichirlashlar, hamma ovozlar quloqimizga kirib, balkim sarg'ib qolishimiz mumkin edi. Biz ko'rayotgan tashqi quloqimizdagi bu ko'michak bizning oldi-keyni hamma tarafimizdagi ovoz to'lqinlarini yig'ib beradi. Bizning quloqimiz 40 ming xil ovozni farqlantira oladi. Biz o'tirganda, o'ltirganda, manganda hamma holatlarimizdagi tangpongliqimizni bizning putimiz yoki umurtqimiz emas, ikki quloqimiz saqlaydi. Ichki quloqimizda beshimizning harakatlariga javob qaytarilgan maxsus a'zolar bor. Bu a'zolar beshimizdagi har qanday o'zgarishdan mingimizga ma'lumot yo'llaydi. Mingimiz badanimiz va beshimizning tangpongliqni saqlaydigan har xil muskullarga uchuv yo'llaydi. Bu orqali bizning o'tirgan, mangan har qanday holatlarimizdagi tangpongliqimiz saqlanadi. Teri hujayralari kichik bolalarda 14 kunda bir qatim yangilanadi. Ammo zaxmlangan hamon hujaylarning yangilanish sur'ati 4 hassa oshadi. Buncha inchika va alohida xususiyatlarni kim o'rinlashtiradi? Va huvallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Alloh sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va qalblarni yaratdi. Sizlar nihoyat oz shukr qilasizlar deydi. Biz haqiqatan oz shukr qilamiz. Agar quloqimiz anglamas bo'lib qolsa, ko'zimiz ko'rmas bo'lib qolsa, buning saqish bedeliga hamma ishlarni qilishimiz, hamma narsalarımizdan voz kechishimiz mumkin. Ammo Alloh buni bizga haqsiz berdi. Lekin biz bu ne'matlarga qarab shukr qilmadik. Buning qarab biz Allohni loyiqida tunamadik. Badanimizdagi buncha sistemalik, buncha moslashchan va inchik o'lchamlar ajaba buyuk ilmga va qudratga sahib bir yaratquchining borligini bildirmasmi? Chiroyli chizilgan bir rasmni ko'rsak, chizg'ichini ko'rmasakmi, bu rasmni usti bir rassomning chizganligini bilalaymiz. Qo'limizdagi iPhone qarab Jobsning naqadar zirak, naqadar san'atkor bir odam ekanligini bilalaymiz. Badanimizdagi buncha inchika, buncha sistemalik, buncha moslashchan o'lchamlarga qarab, buning cheksiz ilmga sahib bir yaratquchining borligini nima deb bilamagudakmiz? Alloh taolo Qur'on Karimda "Va fil ardi ayatul lil muqinin va fi anfusikum afala tubsirun." Zaminda va o'zinglarda, ya'ni sizlarning badaninglarda Allohga ishonadigan kishilar uchun oyatlar, ya'ni delillar, isbotlar, mo'jizalar bor. Sizlar buni ko'rmamsizlar deydi. Badanimizla emas, butun koinotni texnik inchikda shurgan vaqtimizda hamma yerda Allohning, ya'ni bir yaratquchining borligini ko'rsatadigan alomatlarni ko'ra olamiz. Masalan, yer shari bilan quyoshning oraliqidagi masofa ozroqli yaqinlashsa, barliq jonliqlar kuyib kul bo'ladi. Agar ozroqli yiroqlashsa, hamma narsalar muzlaydi. Agar biz nafaslanayotgan havodagi 21% oksigen ozroqli ko'p bo'lsa, dunyodagi barliq narsalar tunji uchqun bilan kuyishga boshlaydi. Normal
Uning bir yağmur tamchisi 1500 metrdan 3000 metrgacha egizlikdan yağıdı. Agar bu shu egizlikdan yağmur tamchisi holatida yağsa, nəhayət qattiq yağıdı. Lekin o zarrachalardan hosil bo'lib, cho'ngib yerga yaqinlashganda xuddi parashyut ochilgandek havoning ko'tarish kuchiga tayinib yerga yaqin sur'atda qattiq tegmay yağıdı. Yer shari o'z o'qida aylanish orqali kecha-kunduz shakllanadi va quyoshning atrofida aylanish orqali fasllar shakllanadi. Agar yer sharining o'z o'qida aylanish sur'ati ozroqla ostlab ketsa, kecha-kunduz orasidagi issiqlik farqi nəhayət cho'ng bo'ladi. Agar ozroqla tezlashsa, buron chapqunlar chiqib yashash imkonsiz bo'lib qoladi. Agar yer shari atrofidagi havo qatlami ozroqla nefis bo'lsa edi, oqar yulduzlar bo'sab kirib, hamma yerni ko'ydirib, kul qilayotgan bo'ladi. Buncha tangpungliq, buncha inchik o'lchamlarni kim bekitdi? Am xuliqu min g'ayri shay'in am humul xaliqun? Yoki ular yaratquchsiz yaratildimi? Ya'ni bu tasaddibilikmi? Koinotdagi bu ajoyib tangpungliq va planliq o'rinlashtirish hammani mukammal o'lcham bilan yaratgan Janobi Alloh taolaning ilohiy san'at asari. Buni tasaddibilik bilan tushuntirish mumkin emas. Professor Dr. Edwin Conklin bu haqda dunyoni tasaddibilikdan maydonga kelib qolgan degan ko'z qarash xuddi basmaxonada portlash yuz berish orqali mukammal bir qomus maydonga kelib qoldi degan bema'ni ko'z qarashga o'xshaydi deydi. Bundaq portlashda o harfi bilan T harfining birga kelib qilib, o't so'zining yasalib qilishi tasaddibilik bo'lishi mumkin. Ammo mukammal qomusning paydo bo'lib qilishi hargizmi tasaddibilik emas. Xulos shuki, koinotdagi barliq harakatlarga nihoyat inchika va dal joyida o'lchamlar bekitilgan. Agar bu o'lchamlarda qilchilik o'zgarish bo'lib qolsa, biz ko'rayotgan bu qonuniyatlar va tangpungliqlarning hammasi buziladi. Bu qonuniyatlarni Alloh taolo insonlarga xizmat qilish uchun yaratganligi haqida mundoq deydi: "Va sakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Alloh osmondagi va zamindagi barliq narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. Ajlika ya Rabbi nas'a bila توان وتحلو طريق الخطر نسير